Yashil energiya dunyo miqyosida bugungi kunning eng dolzarb siyosati hisoblanadi. Chunki rivojlanib borayotgan hayotimizda elektr energiyasiga bo'lgan talabni u bilangina qoplash mumkin. Bu jarayonda turli ixtirolarning yaratilayotgani iste'molchilar uchun manfaatli albatta. Hozirgi lavhamizda namanganlik ixtirochining qayta ishlov berilgan generator yordamida elektr energiyasi ishlab chiqarish kashfiyoti bilan yaqindan tanishamiz. Kundalik hayotimizning bir daqiqasini ham elektr energiyasiz tasavvur eta olmaymiz. Ayniqsa bugungi globallashib borayotgan davrda elektr energiyasiga bo'lgan talab va ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Bu albatta muqobil energiya manbalaridan foydalanish turli kashfiyotlarni taqozo etadi. Ya'ni namanganlik ixtirochi Murodjon Yusupovning 4-ixtirosi elektr energiyasi bilan bog'liq. Asli kasbi energetik bo'lgan Murodjon Yusupovni ixtirochi sifatida ko'pchilik yaxshi taniydi. Ya'ni u bugungacha bir necha ixtirolarni hayotga tatbiq etish taklifini ilgari surgan. Ahamiyatlisi, u yaratgan ixtirolar juda sodda va xalq uchun manfaatli. Navbatdagi yangiligi bugungi kunning dolzarb masalasi elektr energiyasi ishlab chiqarish bo'yicha. Ya'ni u generatorga qayta ishlov berib, elektr energiyasi olishga muvaffaq bo'ldi. Elektr energiya insonlar uchun eng muhim ta'minotlardan biri hisoblanadi. Elektr energiya ishlab chiqaruvchi generator daqiqasiga 3000 marta aylanishi kerak. Buning uchun biz daryolarga to'g'on quramiz. To'g'onni balandligi 300 metrdan oshiq bo'lgani uchun ko'p vaqt va katta mablag' talab qiladi. Issiqli elektr stansiyasidagi generatorlar ham daqiqasiga 3000 marta aylanadi. Buning uchun biz ko'p yoqilg'i sarflaymiz. Bu esa elektr energiyaning tan narxi qimmatlashiga sabab bo'ladi. Men yasagan generator daqiqasiga 100 marta aylansa bo'ldi. Agar buni daryolarga yo oqa va kichik ariqlarga o'rnatilgan bo'lsak, doimiy ravishda uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlaydi. U yaratgan mini generator tabiatning turli manbalari, suv, shamol yoki yoqilg'ida ishlaydi. Asosiysi kam sarf va kam aylanish tezligiga ega. Hatto kichik ariq suvi oqimida, kuchli bo'lmagan shamolda ham energiya ishlab chiqara oladi. Buni men oldingi generatorga yangicha o'zgartirish kiritdim. Natijada aylanish tezligi 2900 martaga pasaydi. Buni qo'llanishi oddiy. Shu generator yakri aylansa bo'ldi. Shamol orqali aylanadimi, suv orqalimi, yoqilg'imi aylanadigan bo'lsa, uzluksiz elektr energiya bilan insonlarni ta'minlaydi. Bu sizning nechinchi ixtiroyingiz? Bu men 4-ixtiroyim. Kelajakda boshqa ixtirolarni ham olib chiqish niyatim bor. Ixtirochi bu yangilik ustida 1 yildan beri izlandi. Ushbu innovatsion qurilma iqtisodiy jihatdan samarali va ekologik toza energiya manbai sifatida baholasi arziydi. Kichik hajm va arzon narxda tayyorlanib, uning yordamida oson va ko'p miqdorda elektr energiyasi olish mumkin. Bu nafaqat aholi, tadbirkorlar uchun ham qulay yechim hisoblanadi. Buni har bir xonadonga tavsiya qilaman. Sababi o'zim buni sinovdan o'tkazdim, samarali ijobiy natija ko'rsatdi. Xalqimizga mana shuni amaliy tarzda ko'rsatib bera olasizmi? Albatta, mana hozir sizga ko'rsataman. Murodjon Yusupov hayotini turli yangiliklar yaratishga bag'ishlagan. Ya'ni hozirda qayta yaratgan generatorini takomillashtirib, ishlab chiqarish jarayonlariga tatbiq etish ustida izlanmoqda. Agar loyiha qo'llab-quvvatlansa, aqlli generatorlar elektr energiyasiga bo'lgan talab oshgan bugungi kunimizda katta foyda berishi shubhasiz.